Assalomu alaykum hurmatli sahifamiz kuzatuvchilari. Siz uchun media loyihasining navbatdagi soni siz bilan birga. Bugun sizlar bilan o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar, yakka yolg'iz keksalar bilan olib borilayotgan ishlar va bu borada kutilayotgan yangiliklar to'g'risida suhbatlashamiz. Bugungi mehmonimiz Shofirkon tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi mas'ul xodimi Shohruh Jo'raqulov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ma'lumki, Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etilgan ilk kunlardanoq o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar, yakka yolg'iz keksalar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratdi. Shu o'rinda fuqarolarda savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar, yakka yolg'iz keksalar o'zi kimlar? Ayni mana shunday reyestrlarga kirish uchun qanday talab va me'yorlar belgilangan? Avvalambor o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar deganda hukumatimiz tomonidan 123-sonli qarori qabul qilingan. O'sha qarorimizda to'liq o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar kim, ularga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar, qanaqa xizmatlar ko'rsatilishi to'g'risida so'z yuritib o'tilgan. Birinchi navbatda o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar deganda o'zi 4 ta toifaga bo'linadi. O'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz shaxslar, o'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz nogironligi bo'lgan shaxslar, o'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar va o'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz yashovchi keksalar. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, yolg'iz shaxslar, yolg'iz yashovchi shaxslar bu farzandlari mavjud yoki davolanishda hamda jazoni ijro etish muassasasida bo'lgan shaxslar. Yolg'iz keksa deganda esa farzandlari bo'lmagan, eri yoki xotini bo'lmagan hamda yaqin, o'ziga yaqin bo'lgan birinchi darajali qarindoshlari mavjud bo'lmagan shaxslar bular yolg'iz deb tushuniladi. Hozirda viloyatimizda 900 nafardan ortiq o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar istiqomat qilib kelayotgan bo'lib, ularga ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan biriktirilgan ijtimoiy xodim assistentlari tomonidan ijtimoiy maishiy xizmatlar ko'rsatilib kelinmoqda. Yaqinda o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida yangi bir qaror qabul qilindi. Bu haqda biz ijtimoiy tarmoqlarda, umuman ommaviy axborot vositalarida o'qidik. Xo'sh, ushbu qaror bilan o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar uchun qanday yangi ijtimoiy xizmatlar belgilangan? Haqiqatdan ham hurmatli prezidentimiz tomonidan o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 8-may kuni 171-sonli qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq asosiy ko'zlangan maqsad kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida ishlab chiqilgan, jumladan faol hayotga qadam dasturi doirasida 5 ta yangi xizmatlar joriy qilindi. Bu qarorga asosan 1-iyundan boshlab ushbu xizmatlar yo'lga qo'yilishi belgilab qo'yildi. Jumladan bu 5 ta yangi xizmatlar kimlar uchun ko'rsatiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Birinchi navbatda 5 ta yangi xizmat haqida to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, birinchi xizmatimiz bu o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga ijtimoiy maishiy xizmatlar ko'rsatish. Bundan asosan hozirgi kunda ijtimoiy xodim assistentlarimiz tomonidan amalga oshirib kelayotgan ishlar nazarda tutilgan. Ikkinchi xizmatimiz bu o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmatini ko'rsatish. Bu kim tomonidan ko'rsatiladi? Bu xususiy sektorni, ya'ni tadbirkorlarni jalb qilgan holatda ushbu xizmatni o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarni ushbu xizmatga jalb qilish nazarda tutilgan, ya'ni tibbiy xizmat ko'rsatish belgilab o'tilgan. Bundan bu xizmat asosan nimasi bilan foydali degan savol tug'ilishi mumkin. Bunda o'sha o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarni o'z-o'ziga xizmat qilishga o'rgatish asosiy maqsad qilib olingan va bundan tashqari o'sha o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga qarash bilan band bo'lib kelayotgan shaxslarni daromad topish imkoniyati yaratiladi. Bundan qanday maqsadda bu bo'ladi degan savol tug'iladi. Masalan, otasi o'zgalar parvarishga muhtoj, nogironligi mavjud, yotoq holatda yotib qolgan, lekin uni farzandi otasiga qarash bilan band bo'lib kelyapti. Natijada daromad topish manbai, daromad topishga imkoniyat yaratilmayapti unga. Ana shu naqa holatda bo'lgan fuqarolarimizni biz nogironligi bo'lgan shaxsni, ya'ni otani olamiz. Unga ijtimoiy maishiy yoki tibbiy reabilitatsiya xizmatlarini ko'rsatib, uni o'z-o'ziga xizmat qilishni ko'lamini oshiramiz. Natijada o'g'il ish bilan band bo'lish imkoniyati yaratiladi. Daromad topish imkoniyati yaratiladi. Ana shu maqsad qarorimizda asosiy ilgari surilgan g'oyalardan biri hisoblanadi. Bu orqali oilaning farovonligi ta'minlanadi. Shunday, farovonligi ta'minlanadi. Yana bundan tashqari yana uyda qarab turish xizmati ham bor. Bundan tashqari kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmatlarimiz bor.
shaxsiy yordamchi xizmatlarimiz bor. Kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmatimiz bundan asosiy ko'zlangan maqsad o'sha o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan, joyda yotib qolgan shaxslarni olib, xususiy sektorni jalb qilib, xususiy sektor orqali xizmat ko'rsatish belgilangan. Ya'ni tadbirkorlarimiz orqali 8 soat davomida tadbirkorimiz o'sha o'zgalar parvarishga muhtoj shaxsga qarab turadi. Biz qarab beramiz. Uni oila a'zosi daromad manbaiga ega bo'lish, ish bilan ta'minlanish, o'zini mablag'ini ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qarorimizdan asosiy ko'zlangan maqsad ham xuddi shu, ya'ni kambag'allikdan farovonlik sari, ya'ni fuqarolarimizni kambag'allikdan chiqarib, farovon hayotga yetaklash hisoblanadi. Mana shu ijtimoiy xizmatlardan foydalanish istagini bildirgan fuqaro uchun qanaqadir bir moddiy to'lovlari ham bormi bu xizmatlarni? Buni tartibi qanday bo'ladi? Haqiqatan ham to'g'ri savol berdingiz. Bu ham xuddi shu qarorda belgilab o'tilgan. Bu vaucher tizimi asosida xizmat ko'rsatish belgilangan. Bu fuqarolarimizdan mablag' talab etilmaydi. Barchasi davlat tomonidan qoplab berilishi belgilangan. Faqatgina buni bittagina sharti bor. Mahallada kompleks xizmat ko'rsatuvchi ijtimoiy xodim tomonidan ushbu oila kambag'al deb e'tirof etilgan bo'lishi hamda hozirgi kunda o'sha xizmatdan foydalanadigan fuqarolarimiz ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan bo'lishi belgilab qo'yilgan. Demak, mana shu ikki reyestrda, ya'ni kambag'allik reyestri va ijtimoiy himoya yagona reyestrida bo'lgan fuqarolarimiz ushbu turdagi xizmatlardan bepul foydalanishlari mumkin ekan. Yangi turdagi xizmatlar hammasi bepul ekan. Umuman Shofirkon tumanida hozir yakka yolg'iz keksalar bor, parvarishga muhtoj shaxslar bor. Ular bilan qanaqa ishlar olib borilyapti? Haqiqatan ham to'g'ri savol berdingiz. Xususan o'sha prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorga asosan Shofirkon tumanida hozirgi kunda 83 nafar o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarimiz mavjud. Ushbu 83 nafar o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarimizni barchasini xususiy sektorni jalb qilgan holatda o'sha kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida ilgari surilgan qarorga muvofiq ularni barchasiga mana shunday yangi turdagi xizmatlarni taklif qilib, yangi turdagi xizmatlar bilan qamrab olishni rejalashtirib olganmiz. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad esa ularni sog'lom hayotga qaytarish va o'ziga xizmat ko'rsatishni o'rgatish maqsad qilib olingan. Javoblaringiz uchun rahmat. Demakki, yangi qabul qilingan ushbu qaror nafaqat parvarishga muhtoj shaxslar uchun, balki ularning farzandlari, ularga qarab turgan oila a'zolari uchun ham yangi bir imkon manbai bo'lib xizmat qiladi. Siz uchun yana qanday mavzular qiziq? Izohlarda savollaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.